Kraskasi почти toza Lacetti qidirib yurganlarga avtomat 2009-yilda ishlab chiqarilgan avtomat Lacetti bor. Kraska mana shu kapotda yarmida Pitno kraskasi bor ekan. Keyin mana shu kalinkalarda bo'ladi. Lacettilar hammasida o'zi shunaqa jetida kraskasi bor ekan. Почти Pitnolari bor deb hisob qilsa ham bo'laveradi. Yurishlari yaxshi, motor korobka hadovoylari yaxshi. 4 ta balon, archa balonda yaxshi, diska balonlarda turibdi. ABS, konditsioner hamma yo'g'i bor, ishlaydi. 3-pozitsiya. Luklari ishlab turibdi mana. Avtomat korobkalari urmaydi. Korobkalar ham yaxshi ajratyapti. Salonlari cho'tka holatda turibdi. Qirilgan, shilingan jetlari yo'q. Probegi 233 ming probeg bo'lgan. Maytopon kolonkalari ishlaydi, bor. Puntlari bor, mejigar puntlari bor. Mashinani xudo xolasa kamchiligi yo'q. Tayyor mashina. Bu 2009 da ishlab chiqarilgan Lacetti'mizni narxi oxiri $4950 bo'lsa berib yuboramiz. Generalni doverni slopoy dokument bo'laveradi. Aloqaga chiqarasizlar 94 041 46 26 ga.